Assalomu alaykum. Hozir sushi tayyorlaymiz. Bizaga tovuq file kerak bo'ladi. Ikkita tovuq fileni suvga solib, tuz solib qaynatib oldim. Lavrulli soldim. Bu yoqda alohida idishga guruch ozgina yog' solib, guruch qovurib olamiz. Yaxshilab qovurib, ozgina tuz, yarim osh qoshiq tuz solib olamiz. Yaxshilab qovurib, buni ham ketidan suv solib dimlab qo'yamiz. Dimlab ochib ko'rganimizdan keyin o'tga shakarli suv sovoramiz. Ozgina shirinroq bo'lishi kerak guruchimiz. Bu yoqda tovuq filemiz ham qaynayapti. Pishib turguncha man sushini ustidagi qalpoqchasini olaman. Bizga quruq va suyuq nima kerak bo'ladi, sir kerak bo'ladi. Uni cho'rkadan chiqarib, aralashtirib chetga olib qo'yamiz. Keyin yana mayonez ham qo'shsanglar bo'ladi ichiga. Keyin bodringlarni shunaqa somoncha qilib uzun-uzun qilib to'g'rab olamiz. Ikkita bodring ketdi. Bu yoqda ko'rgan bo'lsanglar, chetda kopchonniy balon bor edi. Kopchonniy balonni ham, losos baloni uzun somoncha qilib to'g'rab oldim. Tovuqni pishib chiqdi. Pishgandan keyin bularni uzun somoncha qilib to'g'rab olamiz. Bo'lsa somoncha qilib to'g'raylar, uni yoyilib ketyapti pishib ketgani uchun. Hammasini mana shunaqa qilib to'g'rab, sushilarga moslab qilib olamiz, to'g'rab olamiz. Bu bizga sushini o'rtasiga qo'yishimiz uchun kerak bo'ladi. Ikkinchi fileni ham olamiz. Shunaqa to'g'rab chetga talinkaga olib qo'yamiz. Mana endi menga nori degan yaproqli kerak bo'ladi. Magazinlarda sotadi. Qidirib makrodan topdik. Va shirin suvli guruchimizni qo'yamiz. Yoyib bo'lganimizdan keyin ustiga mana bodring va losos balonlarni qo'yib chiqamiz. Albatta tagidan mayonez surishni unutmanglar. Tagidan oldin mayonez surib olasizlar, yupqa qilib, shu qo'ygan joylarga. Keyin uni aylantiramiz. Aylantirib 1 santimetr qolgan joyidan ozgina ho'llab olib, yopishtirib olamiz. Va sushilarimizni 8 ta bo'lakka bo'lamiz. Birinchi 2 bo'lakka o'rtadan bo'lamiz. Ozgina pichog'inglarni namlab olasizlar, chunki sushi yaproqlari bo'linishi ozgina qiyinroq bo'ladi. Suvlasanglar osonroq bo'linadi. Va buni yana 2ga bo'lamiz. Shu bilan bitta yaproqdan 8 ta sushi chiqadi. Bularni patnisga terib olaman. Shu tarzda biza tovuq file, bodring, tagidan mayonez surib, o'rab olamiz va patnisga qo'yib chiqamiz. Patnisga qo'yib, ustiga qalpoqchalarni surib chiqamiz sirli. Va pishib chiqdi. Mana yoqqan bo'lsa, like va podpiskalarni agar sog' bo'linglar, salomat bo'ling.